ko'rinmayapti. To'g'ri, o'sha voqeadan keyin yo'q bo'lib ketishi tabiiy edi. Sinfda eng omadsizi internetda mashhur bo'lib ketishi ham qiyin ekan. Ochig'ini ayt. Sizlar rostdan ham do'stmisizlar o'zi? Nima? Kim aytdi senga? O'sha bilan meni do'st bo'ladi deb. Aytgancha, Rumi, senga prodyuser kerak emasmidi? Menda bu bo'yicha ko'p tajriba bor. Menimcha, senga yordam bera olaman. Nima deding? Adashmasam, sizlar hobbing bilan juda qalin o'rtoq edinglar-ku. Kim bilan? O'sha omadsiz aytayotsanmi? Unga shunchaki biznes hamkor sifatida chidashga majbur edim. Uni hozirgi holatidan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, endi bunga hammasi tushunarli. Boshida menga sotqinlik qilib hobbing tarafga o'tib ketding. Endi uni sotyapsanmi? Hech shunaqa yaloqligingdan uyalasanmi o'zi, Chvolchin?